Katta razmerlar plus size razmerlarda aynan razmerlarni o'lchashda va andozalarini tayyorlab modellashtirishda sizda muammo bo'lgan bo'lsa, endi bunga yechim bor. Mariams Akademiyasi aynan sizlar uchun mutlaqo bepul mana shu 3 ta darslikni tayyorlab qo'ygan. Bu darsliklarni siz ham bemalol qo'lga kiritishingiz mumkin. Keling biz siz bilan aynan katta razmerga Mariams metodi bilan ko'krak aylanasi 132 standartiga 66-razmer, Euro razmerdagi 58-9XL razmerga asos andozalarini tayyorlanish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi bo'lib orqa asosni chizib oldim. Bu orqa osnovamiz. Orqa osnova ustiga oldi asos chiziladi. Har doim Mariams metodida xuddi shunday asoslar tayyorlanadi. Eng unikal joyi ham aynan shu yerda. Orqa asos ustiga oldi asoslarni biz xuddi shunday qilib tayyorlaymiz. Biz siz bilan ertaga aynan mana shu darsliklarni mutlaqo bepul o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, oldi va orqa asos andozalarini plyonkaga ko'chirib oldim. Mana siz ko'rishingiz mumkin. Asos andozalarimizni ko'rinishi, proymalarimiz hali bu yerda ko'krak vitichkalari razrabotka bo'lmagan. Endi siz bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aynan ko'krak vitichkalari va proymalar razrabotka qilingan. Har doim Mariams metodida ikki xil andozadan foydalanamiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek asosni o'zidan va albatta razrabotka bo'lgan andozalardan. Andozalarimiz razrabotka bo'lganda bizda oldi, orqa, yeng andozalar bir xilda komplekt holatda tayyor bo'ladi. Mutlaqo bepul katta razmerlarga asos andozalarini o'rganishni xohlasangiz, hoziroq izohlarda plyus qoldiring. Mana shu Telegram kanalimizga hoziroq ulanib oling. Ertaga 2-iyul 21:00 da efirimiz bo'lib o'tadi.